Manda shunaqa bitta klientim bo'lganda, farzandi dunyodan ko'z yumgan. Erini xalatnisti sababli, sovuqqonligi sababli, befarqligi sababli. Saqlab qolsa bo'lardi o'sha farzand. Lekin saqlay olmagan. U bir marta emas, 2 marta bo'lgan shunaqa holat. Eri misol uchun davolanish kerak bo'lgan joyda davolanmagan. Pul qizg'angan, ziqni bo'lgan, pishiq bo'lgan, belgisi kelmagan. Haligi ayol o'zini ta'minlab, o'zini farzandini dunyoga keltirish uchun lecheniyalar olib harakat qilib yurgan. Keyinchalik tushunib yetganki, bu erkak kishidan hech narsa kutish kerak emas. Albatta u ayol o'sha erkak shodalikka o'tadi. Chunki og'riqli farzandi nobud bo'lganligi. Tushunyapsizmi? U qiyinchiliklar, raddomdagi istirodat qilganlari hammasi ichida bor-ku, og'riq beradi. Shu og'riqni o'ylamaslik uchun ayolni keyin faqat miyasi bilan ishlashga harakat qiladi. Mantiqqa. Bu tanani yig'ishtirib qo'yadi. Mantiqqa intilgan odam baribir erkak shodaga aylanadi. Ayollarda bilinadi bu narsa. Shu pastga tushsa, uruning pastga tushsa, ichi to'la og'riq bo'ladi. Bu og'riqni o'ylamaslik uchun ishga chiqib ketadi. Pul topadi. Butun kuchini ishga beradi, chunki og'riq ichidagi og'riqni o'ylasa, u rasvosi chiqib yotdi. Chunki bu yerda o'xshamagan. Farzandlarda muammolar tug'ildi, dunyodan ko'z yumdi. Albatta u ayolda erkak shodalik paydo bo'ladi.